kech paytga nima ovqat qilay deydi-yu. Mont yegim keldi desang, ha endi montiga ham hozir zo'la chuyib, anaqa qilib, xamir qilib 2 soat, 3 soat vaqtim ketadi. Lamon, qo'y lamon yegim keldi. Endi lamon ham monti bilan bir xil bo'lgandan keyin unga ham shuncha vaqt ketadi. Ha bo'lmasa bittanta suv oqqa solib qo'y, sho'rvami, xo'rdami, maqtalami ichamiz maza qilib. Qachon pishadi u? Hozir endi kech qoldim-da u sho'rvalarga, suv ovqatlarga-chi. Bilganingni qil, bilganingni qil. O'zim hayolim kelmayapti-da. Siz aytsangiz yaxshi bo'l. Men aytganim qilmayapsan, o'z nimani kutyapsiz? Hamma shu lamon qil. Qo'ying endi shuncha ish orasida endi vaqtim bormi? Lamon qilgan. Ko'chadan bittani toqqa tap kelasizmi? Deganda bo'g'ila olasan. Deganda. Ha, hop nima bor? Sushimi, pizzami? Ha? Hamburgermi? Deydi-yu. Voy hurmatli ayollar, boringlar.